İşte dep turib, ağrıp turib salsizlar, asosan xodlar xatolaşmaysizlar hergizmi. Ma tushuntirib o'tib orzusi bor bola diqqat qilinglar. Hamma shu bir xil o'tib ketsam bo'ldi degan bola, estoydil muomala qilayotgan bola diqqat qilinglar. Mana shu yoki yangi chiqqan bola tushuntirga yaqin intamir oldi bola eng yaxshi o'rganishinglar bo'lib qoldi. Ma deganki mazmun. Hamma shu mazmundan o'tmay turib sizlar intamdan o'tib qololmaysizlar. Shu xodda ezvatgan bola. Mashq mashinasi yaxshi, intam mashinasi olsizlar. Ketib o'zich yaxshi emas. Nima sababdan yaxshi emas? Men sizning ozdigan yeringni men sizga hozir deb beraman. Hamsa diqqatingiz men mazmunda olsun, gulning yo'li sizlar, yurak besizlar, boshqa taqib qo'ysizlar. Shu bola foydalanib qolsin deb qilayotgan ish mana bu. Men shunday ishlayotgan ekan, shunday qo'llayotgan ekan, men eng ichimdagi sizning qiynayotgan yeringni men mazmun qilib sinab qishim kelish sharoit yo'q bolalarga nisbatan, butun Shinjang bo'yicha har qanday yerda imtihon mashq qilayotgan bolalar, tushuntirayotgan bolalar, mush o'xshash holat yugnuslar bu xotma ishlatning, bir xil bo'lmaydi, matfar. Lekin ushaq turli o'zgargan bilan cho'ng tur asosi o'zgarmaydi. Mushni foydalanib qolsanlar bo'ldi. Xot o'rnini sizlar shu ikkinchi xotdan 3 oldigan chaqda ko'pincha bolalar birga tiqib o'tsizlar. 3 tiqolmaysizlar. Bu nima sababdan hozir deb beraman. 3-chi xotdan sizlar 2 ga olaman deb 4 hisob qo'ysizlar. Bu nima sababdan? Odatda sizlar qo'l ko'ndirish mashqida normal o'zginib qo'ygandek bo'lib chiqsizlar-ku. Imtihon maydoniga kelgan chaqda yana osh xatolikni qilib qo'ysizlar. Bu nima sababdan? Mashina o'zgargan chaqdalar sizlar mashinada yaxshi salalaysa, ham o'zgarsanglar xato qilib qolsa, bu nima sababdan? Ko'pincha bolada mashina almashgan chaqdalar, shu ozroq jiddiylashish, shu mashinaga moslasholmaslik masalasi paydo bo'ladi. Bu masala ba'zi mashinalarning xotning bo'shliqi bek zil, yangi mashinalar ba'zi bir silsilaga ishlatishga qo'llangan mashinalarningki xotning bo'shliqi keng. Shu sababdan sizlar xotning o'rnini to'g'ri tortolmaysizlar. Eng muhim sabab bo'lib qolsa sizlar mush xotni vaqtida to'latmaganlik sababidan xato qilib qolsizlar. O'ng'birlan degan chaqda shu buyruq tushganlar olmaysizlar, bizda turib o'ng'son bizni qaytib, ishkini o'ng'sonni kuzatib, angiz oldiga berib olaman deb sizlar ishtirak olmasanglar sizlar to'xtayolmay qolsizlar. Yoki bo'lmasa qarig'ayada suratni o'tmaslashmaydi. Oplar deb ishtik olaman deysizlar, xato qilib qolsizlar. Yoki bo'lmasa o'zingni bilan mashina do'qqa kelib qolsa, ishti xot o'ltiman deb xato qilib qolsa, men yaxshi o'rgangan bolaning xato qilish usulimi shu. Nol saviyat o'rgangan bolalar nisbatan cho deganda, bu bolalar hamda xotni to'g'ri bir tutish usulilab qolib qolsa, amsa haqiqiy biz o'lchamlik har qanday rayon maskalgan bir sharoitda men xotning ishiltish usulini tushuntirib qo'yman, diqqat qilinglar, hamda mana shu gulni yo'lab qo'yamiz-ku, boshqa taqib qo'yinglar. Xotning shu yutkash orliqqa qanchalik degan bolalar, shu qanchalik vaqtda almashtirib olsak bo'ldi. Ozo'g'ani qanchalik, uzoq o'g'ani qanchalik degan masala chiqdi bu yerda. Biz xotdan olmush orliqqa hech bo'lmaganda 3 sekunddan yuqori bo'lish kerak a. 3 sekund ichida biz 3 sekund ichida biz ish xot tamomlab qo'ysak, bizni martabada. 3 sekund emas, 5 sekundda o'tgandirek angiza xotdan orliq olmasa bo'ldi. Uzoqlab qolganda deganda 10 sekund. 10 sekundgacha olmush bo'lsa bo'ladi. Az bo'lganda 3 sekund, jiq bo'lganda 10 sekund degan gap. Orliq diqqat qilsizlar, 15 ga chiqarib, mehaji ching desab, xuddi ko'nanga kelib, to'liq tortib, arib salsaqmi, yaqin jiqkasi 6 sekund keldi. Shunchalik vaqt almashtirib bo'lsak, bo'ldi, siz o'zingizcha orliq uzrab ketdi deb ensiraydi ekansizlar. Mundaq tortib deb uncha orliq 10 sekund orliqma. Ozlab qolsa deganda bir xotdan orliqdan biz hozir bir saldoq. Kendinlar ishga silish uchun 3 sekunddan yuqori vaqt o'tish kerak. O'tmay qolib qolsa, biroq bizni murtatida bu endi bek qo'l chaqqan bolalarga nisbatan besha duch kelib qolgan masala. Bizman sal uzrab ketganlar qoldi, men bek muhim mazmunni endi deyman. Shuning uchun men zirikmay boshlar taqib qo'ysanglar bo'ladimi? Hozir birinchi xot silish usuli o'lcham xot silish usuli. Birinchi xot silish uchun boshda lihat chin desida, odatda xot o'rnida davomli ko'ngdan turadimiş. Ko'ngdan ekilishni bilmaydigansizlar, jiqballar. Ko'ngdan eklanganlik xot eng o'lchamli sog'liq hisoblanasizlar. Birinchi xot silish uchun ko'ngdandan so'ltirib chin tortdiq. Herkes yondurib ishib qoldi. Bu chan tortgan beta oldiga ma birningmi mezda xot yo'q. Sol chan taqsam cho'qim shu bir tarafga yaqin keldi. Yaqin kelgan oldi ishda o'timiz bir. Ishkin xot silish uchuncha deganda, angiz lihamchi qo'l o'tkazgan bir lihatchan desiganlikni 15 ga chiqarib, shu ko'ngdan ekilib, so'tirib chingan taqaymiz, mana yondirasanglar to'tib qoldi. Chin taqab turib, qo'yib bermay turib, keyin taqab turib ishdimiz ikkinchi xot. Ko'pincha bolalar chet taqalishda yaxshi taqmagan sababi bilan xot xato qilib qo'yasizlar. Shuning xot silish uchun yanlar bolalar shu 25 ga chiqarib, ko'ngdan chiqib, oldi tuz ish saqlab 3-chi xot. To'rt silish uchuncha deganda bolalar 35 ga chiqarib, keyingi yangi ko'ngdan ekilib, keyin o'da ishlatimiz 4.
Muşne desktop sağgan çağında asta ağırlıqsa uzdurub ketsin meyle. Bırakın boşluq sıyırsın meyle. Qo'lingni şu kunduz uchun aldırmay silab barbara ustashqansa ishtiklaysizlar. Bıraklam ishsalman sanglar men xotning ma yo'lnishni siz topolmaysizlar, yiqlanmay sap qolsanglar sizlar mashqmasizlar, yaxshi intan mashinasida qolib qolsizlar. Jiqqinchi mesla mush masala yuz beradi hozir balada. Shuning uchun sizlar xot sağgan chaqda amal bor ballarmi shu qarib bir koddan chiqardik 2 koddan chiqardim 3 koddan chiqardim 4 deb işte deb turib ağrib turib salsizlar asosan xotlar xatolashmaysizlar hergizmi. Hamda ba'zan bir ballamanda ulablanmanda alam siltan ballam bor. Bu ballar mesela mashinaning orliqqa bexatar o'zi to'xtatgan sharoit tartgan chaqda to'g'ri chiqib qoldi. Lekin siz jiddiyroq sinish to'g'ri kelganda xato sap qoldi. Maqsad xato sanmaslar qanday kunsan shunda o'rgansan bo'ldi. Mening tavsiyalarim bir qitim xato sap qolmaslik. Bir qitim ozmaslik, imtihon deganning tushuntirib bilsizlar, o'rganayotgan bolalar. Bir qitim xato ish qildik, qoldiqlar degan gap. Shuning uchun biz nayt zil, nayt o'lchamlik, nayt biz texniklar o'rganmasak, tushuntirib o'tmagan ishlar oson emas. Odatda bir qitim tushuntirib o'tolmay qolib qolsangiz, nech pul ziyon bo'lganligini men bilaman. O'rganayotgan bolalar bilsizlar, o'qimagan bolalar o'xshash deb o'ylab qolsizlar. Bek eng pul gidilgan sizlarga eng qiynaydigan turdan bismi shu, eng kal ishildigan turdan bismi shu. Va shunishqa men estarul ma'lum qilsanglar, siz o'ylaganda uncha ta'sir emas, sal qayilsanglar, siz o'ylagandan nechasi ta'sir. Davamlı şoferlik o'rgangan qiynalıyotgan bolalar aloqalashsanglar, ham internetin o'zida sistema o'lcham o'yinish ilib bormas. Shofirni o'qitib bergan bo'lib aloqalashsanglar, bir qo'lliq o'tish ilib bormas. Mayli mushkil nima qiynayotgan bo'lsanglar, shu yerni inkasran yozib qo'ysanglar, men yan davomli shu yerni bir jiqroq vaqtim chiqqan chaqda birlashtirib, mush qator so'zlab beraman. Shuni foydalanib qolsang bo'ldi. Mening mazmunimning oyoqlarida hamma turning bor. Shu ehtiyojing bor bolalarni foydalansak, bosh turni, bosh mazmun o'rgangan bolalar oyoqlar sirib qo'ysanglar, siz o'rgangan mazmunlar hammasi bor mening do'yinimda. Davomli qo'shlar taqlib foydalanib qolsanglar bo'ldi. Davomli o'rgangan aloqa qilsizlar.